Yukarıdaki şeyimizin devamı hürmetlik vatandaşım. Anlısın, kitapның автория tadqiqatçı anlısımında görset. Baş götürgen bir devlet baş götürüş jarayonida o özünün bargan seri küçüyüvatqanligini bayqaydı. Öz menfaatining texmi muhim ekanligini bayqaydı. Şuna ta'sir ko'rsatishga va so'z qilish huquqiga ehtiyojliq bo'ladi. Bu devlet hozirgi sistemining onunğa bir tushak bo'lib qolganligini es qiladi va buningdan qutulishni umid qiladi. Hozir aslidan mavjud bo'lib turgan cho'ng davlatga nisbatan aytganda buning uchun jiddiylashidir. O'rnim xirisga uchirdi deb o'ylaydi. Şuna harakat qo'llanib, yangi bosh ko'targan davlatni cheklash kerak bo'ladi. Zazirdes qiltig'i va prezident Trump davridagi Amerika Jungo munosabati kichik mavzu. Zazirdes qiltig'i dem boshqa hozirgi Amerika Jungo munosabatini har qanday o'xshatish bilan o'xshatqili tushuntirgili bo'lmaydi. Jungoning uçqandek baş götürüşü, İkinci Dünya urushidan keyin Amerika qurgan va yetakchilik qilayotgan xalqaro tartibga eg'er xiris paydo qildi. Allison mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungoning amaliy kuch selishtirmasi 1980-yillardan keyingi 30 yil mobaynida zo'r o'zgarish hosil qildi. Deydi. Kitobning avtori Allison. Amerika bilan Jungo o'rtasidagi Chavshan masalasi, Janubiy Jungo dengiz masalasi va savdo tijorat qatorliq sohalarda kuch elishdi. Faqat Zazirdes qiltig'i orqaliqla tushuntirgili bo'ladi. U cho'qim bir maydon urush bo'ladi mavzuliq kitobida mundaq yozdi. İkinci Dünya urushi oxirlashganda Amerikaning iqtisodiy yer shari bozorida 50% nisbatni egallaydi. Diqqat vatandaşım. İkinci Dünya urushi oxirlashganda Amerikaning iqtisodiy yer shari bozorida 50% nisbatni egallaydi. 1980-yillarga yetib kelganda bu nisbat 22%ga tushib qoldi. Jungoning iqtisodi 1980-yillarda uçqandak taraqqiy qilib, Amerikaning iqtisodining yer shari bozorida egallagan nisbati tadrijiy 2016-yilga kelganda 16%ga tushib qoldi. Jungo 1980-yillardagi 2%dan o'rlab 2016-yildagi 18%ga ko'tarildi. Xalqaro iqtisod bozorida egallagan nisbat. Abdur Allison mundaq hisobladi. Prezident Trump prezident bo'lib saylangandan beri Amerika Jungo o'rtasida so'rkilish ko'payishga boshladi. Bu albatta ikki davlat rahbarlarining ko'p tarafli o'rtaq ifoda bildirishi bo'lib qoldi. Jumladan har ikki davlat rahbarlari o'zining davlatini yana bir qatam buyuklikka ko'tarishni nishon qildi. Özlerinin özüge xas rəhbərlik iqtidaridan fəxrlən, qarşı tərəfni öz dövlətinin tushini ishqa oshirishning to'salg'usi deb qaradı. Her iki davlat rəhbərləri ichki islohotni zo'r darajada yo'lga qo'yishni umid qildi. Her ikkilisi davlat qo'shqisi tiplik millatchilik kayfiyati bilan chiriklashni bir taraf qilmoqchi bo'ldi. Rais Xi Jinpingga nima kerak? Allison mundaq ko'rsat. Prezident Trump Amerikani buyuklikka ko'tarish shuorini xeli burun o'tirib qo'ygan. Rais Xi Jinping 2012-yilda bir jarangli shuor to'g'lab, Jungoni texmi buyuklikka ko'taraman dedi. Ya'ni Junxo millatlarining buyuk gullanishi deb atadi. Bundaq buyuklikka ko'tarishni Junxo millatlarining buyuk gullanishi deb atadi.